Ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish, xususan tovlamachilik holatlarini barvaqt aniqlash va oldini olish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Tezkor qidiruv tadbirlari orqali qonunbuzarlarni fosh etish, jabrlanuvchilar huquqlarini himoya qilish va aybdorlarni qonun oldida javobgarlikka tortish borasida amaliy choralar ko'rilmoqda. Bu esa jamiyatda jazo muqarrar degan tamoyilni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Joriy yilning 15-yanvar kuni Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida navbatdagi qonunbuzarlik holatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, ushbu tumanda yashovchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaro o'z mahalladoshi 1998-yilda tug'ilgan shaxsni ichki ishlar organlariga murojaat qilib qamatish, shuningdek uni va uning oila a'zolarini sharmanda qilish bilan qo'rqitib 55 million so'm miqdorida pul talab qilib kelgan. Jabrlanuvchining ushbu holat yuzasidan ichki ishlar organlariga qilgan murojaat asosida tezkor tadbir tashkil etildi. Mazkur tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan pul mablag'laridan 1500 AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Xulosa o'rinda ta'kidlash joizki, har qanday jinoyat, ayniqsa fuqarolarni qo'rqitish va bosim orqali moliyaviy manfaat ko'zlash kabi qilmishlar jazosiz qolmaydi. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda har bir aybdor shaxs odil sud oldida o'z qilmishi uchun javob beradi. Ichki ishlar organlari esa fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yo'lida qat'iyat bilan faoliyat olib borishda davom etadi.